bizada grizaga davolanadi-ku. O'sha belida mushaklar shamollash bo'ladi-ku. Bizada davolanganda biza bir kun davolamaymiz-da. Har xil 12-14 kun. Chunki mana boshqa davlatlar 14 kun davolaydi. Chunki bunga grizaga kam lekin har kuni воздействие, ya'ni ta'sir qilib turilganda bu griza bor-ku. Mana har kuni mana mexanizmni aytaman. Biz bu yerga воздействие qilamiz. Ta'sir o'tkazamiz. Miya aytadi, "Men yerda nimadir bo'lyapti" deydi. Tushunyapsizmi? Biz temperatura, ya'ni gripp bo'lsak yoki o'sha virus yuqtirsak, misol uchun, qonimizda bakteriya yoki virus bo'lsa, istimak qilish boshlaymiz-ku. Istimak qilmasak xavfli. Istimak qilishimiz bu yaxshi. To'g'ri, normal emas. Patologiya. No, mana shu istimak qilishimiz biz tushunishimiz kerakki, tanamiz o'sha virus va bakteriyaga urush ketyapti. Endi buni mexanizmini tushuntirib beraman. Agarda bu yerda mana misol uchun og'riq bo'ladi debsiz-ku. Mana bu siz yurganingiz mana yurib mana mashina qimlab turadi. Mana izilayapti. Boya bitta bemorimiz keldi, 10 ming qadam yuraman debdi. Yuraman, yaxshi ko'raman debdi. Hop yuring, просто lecheniya boshlagan shuni kamaytirib turing debdi. Mana просто mexanizm mana debdi. Mana yurganingiz как amortizatsiya-da mana. Межпозвоночный disk amortizatsiya. Shuni sal kamroq qilib turaylik dedim. Nimaga kamroq? Mana yerda chunki griza orqa tarafda chiqyapti-ku mana. Orqa tarafda. Buni so'rdirishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Ammo sal kamroq bo'lib tursa, bu so'rish ehtimoli katta bo'ladi, to'g'rimi? Va odamda og'riq bo'ladi, faqat tanada o'z mana griza ko'p chiqib qo'ygandan keyin tanada o'zida kuchi yetmay qoladi-da, aka. Tushunyapsizmi? Biz berga воздействие qilganimiz, ta'sir o'tkazganimizdan keyin miyaga impuls kelib qoladi, mana yerda nima problema bo'lyapti. Va makrofag keladi bu yoqqa. Tushunyapsizmi? Va mana shu grizani yeyishni boshlaydi-da. Tushunyapsizmi? So'lishga aniq qiladi. Men orqasiga bitta bolg'a bilan ursam ham mushakda spazmlar bo'ladi. Qo'yib yuborish mumkin. Yoki kechqurun katta ehtimol bilan bezovta qiladi va griza joyida qolib ketadi. O'shaning uchun griza bilan mana boradida bir kunda bir osib yuboradi, nimadirlar qiladi. Bu griza bir kunda davolanib qolmaydi. Operatsiya qilsa ham mana operatsiya qilinadi, misol uchun fibrozin kalsiy bo'ladi. Keyin pulpoz yadro bo'ladi. Grizada pulpoz yadro shu yorib chiqadi fibrozin kalsiy. Tushunyapsizmi? Bu teshil bo'ldi. Operatsiyada kesib olib tashlaydi, teshiq turibdi. Operatsiyadan keyin to'g'ri reabilitatsiya qilmasa ham, tushunyapsizmi? Endi operatsiya xavfi katta-da aka. Eng xavfsizi bu. Tushunyapsizmi? Konservativniy lecheniya. Ana bo'ladi, shoh bo'ladi. Men ko'rganman. Shunaqasi ko'rganman. Operatsiya qilishgan yo'q. Endi bizada maqsad operatsiyaga boradigan vaziyatlar ham bo'lishi mumkin. Bu qanaqa bo'ladi, misol uchun, o'sha bemor o'zi amal qilmasa, tushunyapsizmi? Bitta